Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan Jones Play. Bugun sizlar bilan PUBG Mobile o'yinini o'ynaymiz. Salom barchaga do'stlar, sizlar bilan yana o'sha ko'rib turganlaringdek PUBG Mobile'ga tushunmaydigan bot bola. Bugun sizlar bilan birinchi o'rinda kirgan zahoti sizlarga akkauntimning obzorini ko'rsataman va akkauntimda nimalar borligini. Do'stlar, akkaunt bot deb gapirishingiz shart emas, chunki sababi men akkauntni yangi ochdim. Sizlarga ko'rsataman hozir. O'ynalgan vaqtini mana 2 oy ko'rsatmoqda. Mana 31-o'yin. Hammaga obzorni hozir qilasiz, to'xtab turing. Biz o'tgan videolarda sizni ovozingiz yaxshi chiqmagan, quvnoq olmagansiz videoni. Videoda yana bir quvnoq olish kerak, odamlarni kuldirish kerak, videolarni joylarda hazillar qilish kerak, konkurslar qilish kerak. O'shanaqa konkurslar qilish kerak. Men o'zim tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Jeribek YouTube kanali egasiman va sizlar bilan yana o'sha Jeribek va Jones Play. Biz yangi konkurs o'tkazmoqchimiz. Mana shu Jones Play akkauntiga obuna bo'lasiz YouTube'da va bir oy ichida 1000 ta obunachiga erishsa, obunachilarni Telegramda mini konkurs qilib, mening o'zimni ikkinchi YouTube kanalim, Tomjon nomli YouTube kanalimni ularga sovg'a qilib yuboraman. Bu mini konkurs orqali. Unda hali obunachi yig'ilmagan, bitta video bor, prosmotrlar 50 tadan kam. O'zlaringizga o'rgatamiz, xohlagancha qilib yozib olasizlar. Videoni bir kulgiliroq qilish kerak-da, videoni o'rtalarida hazillar qilib. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. 15 erp solingan. Mana birinchi kiyim, mana bu 15 erpining ikkinchi kiyimi, 16 erp solingan. Va bu kiyim, buni men 7 kun kirmadim PUBG'ga, ma'lum bir sabablar tufayli. Shuning uchun menga berdi. Qaytganim uchun mana buni 3 erpini kiyimi, buni erpi 100 bo'lgandan keyin erpiga o'chirib tushirib oldim. Mana bu 15 erpiniki, mana bu Skibidi Toiletni kiyimi. Mana bu undan oldin kelgan mavsumdagi kiyim. Bu esa bu 16 erpiniki. Mana ko'rishingiz mumkin, bu sezonda kelgan kiyim. Mana barcha kiyimlar. Qarang. Mana ko'rishingiz mumkin, bu 120 tashiganda beradigan kiyim. Judayam kulgili ekan, screenshot qilib olish kerak. Mana futbolchining anonsimiz, u bilan mana Lionel Messi. Mana bilishingiz mumkin, bu Turkiya bayrog'i. Bilasizlar, ko'p odam bilmasa kerak. Menimcha har yili PUBG Mobile o'yinga yangi Turkiyani skinini qo'shdi. Har yili qo'shadi. Ko'pincha arablarning skinini qo'shadi. Arablarning kiyimlarini mana bu yil Turkiyanikini. Bundan oldingi sezonda O'zbekistonning futbolkasini chiqargandi. Bilganlar biladi, PUBG o'ynaganlar. Va lekin uni vaqtinchalikka berdi. Sabab uni hech kim umrbodga ola olmadi. Agar shuni umrbodga chiqarganda men baribir uni olib qolardim. Mana ko'rishingiz mumkin, akkauntimning obzori. Mana savol borda menda. Mana gapirsam bo'ladimi? Gapiraman, obzorni qilib o'tiraveraman. Menda savol bor. Nimaga aynan arab, turklarnikini yoki boshqa davlatlarniki emas, Meksika, Braziliya, Argentina emas, ularning futbolkasini chiqarmaydi? Nimaga axir? Bilmadim, menimcha buning sababi arablar va turklar PUBG Mobile bilan shartnoma tuzgan bo'lishi mumkin yoki ular ko'p o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bo'lishi mumkin. To'g'ri gapiryapsiz. PUBG hozir oldinlari shunchaki esingizda bo'lsa, PUBG boshda chiqqan yillari PUBG oddiygina nima desa bo'ladi, harbiy o'yin, ya'ni otishmali o'yin nazarda tutilgan. Qurollar mana bunga o'xshab rang-barang emas. Ana qanaqadir qizlarnikiga o'xshagan oddiygina qurolning rangi va qurollarga o'xshash. Buning barchasining ranglari o'zgarishiga, oldingi PUBG'da skinlar ham boshqacha, oddiy skinlar edi. Hozir esa qanaqadir qizlar skini, qanaqadir
qanaqadir LGBT skilllar ko'payib ketdi PUBG'da bilishinglar mumkin. Bularning barchasiga qaysi PUBG zarar yetkazadi bilasizlarmi? Buni hammasiga Xitoy PUBG'si. Xitoyliklar o'zi ham shunaqa o'zi. To'g'rimi? Oldin PUBG Yo'q, bu yangi kelayotgan skinlarni qo'shilishini sababi shu Xitoy PUBG. yo'q, Xitoy PUBG'si emas. Bu yerda asosiy sabab PUBG'da odamlar soni so'nggi nelarda kamayib ketyapti. So'nggi vaqtlarda kamayib ketyapti. Ha, to'g'ri. Buning sababi undan oldin old kelgan kiyimlarni undan oldin 50 ming yusiga, 100 ming yusiga tushirib olingan firavnlarni yoki mumiyolarni hozirda yangi qo'shilayotganda atiga 16 ming, 20 ming yusiga tushirib olishyapti ba'zi youtuberlar. Shuning sababi tufayli keskin pasayib ketgan PUBG'ga. Shuning uchun yangi skinlar, yangi narsalar qo'shishga majbur bo'lishyapti. Bunga sabab hozir aytganimdek, bunga PUBG'ga talab kuchayishi uchun yangi skinlar qo'shilyapti. Mana qarang, eshiting. Men oldin 2-3 kun PUBG o'ynaganman. Yo'qman. Lekin bir tarafi menga juda yoqqan tarafi Miramar kartasini bilasizmi? ha, O'sha kartada men oltin mashina topganman. Ismini bilmayman. Oltin rangda edi. Lekin oddiygina zanglayotgan mashinalardan farqi yo'q edi. Bir xil tezlikda yurardi. Lekin topgandan juda xursand bo'lib ketganman. Yana bir haftacha o'ynaganimdan so'ng yo'qman, ko'zimda og'riqlar kuchaya boshlagan, ko'zim zo'r qilib ketgan va PUBG'ni o'chirib tashlashga majbur bo'lganman. Va bunga ba'zi muammolar duchor bo'lgan. Men PUBG'da ko'p do'stlarim bilan lobby o'ynamasdan oddiygina o'zim PUBG'ga kirib, o'ynab chiqib ketardim. Bir o'yinda 2 ta kill qilardim, keyin o'lib qolardim. O'shanaqa. siz hozirda aytmoqchisizki, bunga sabab PUBG'da juda ko'p kill qilolmagansiz. Shuning sabab PUBG'ni tashlagansiz, shundaymi? Ha, men hozir Counter Strike o'ynayman. Counter Strike juda ham qiziqarli o'yin. PUBG'ga qaraganda menimcha PUBG Counter Strike qaysi birini tanlab o'ynaysiz deyishganda men Counter Strike'ni tanlagan bo'lardim, chunki Counter Strike bu mening hayotim. PUBG esa oldin mening hayotim edi, hozir esa PUBG men uchun o'lgan, o'lik o'yin. Ya'ni Do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda arena o'yinini o'ynaymiz. Shundan chiqqandan keyin PUBG haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotlarni aytib beraman. Bilmaganlar uchun, bilganlar buni biladi, bilmaganlarga hozir shu videoni oxirlarida tushuntirib beraman. biz videoni 15 daqiqa qilishimiz kerak. Aka, qarang. Mana bunaqa bitta savol bor, nima demoqchi edim? Ha, siz UC beraman deganingiz, o'zingizda UC'laringiz bormi o'zi? Ha, boya e'tibor berganlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Akkauntimning tepasidan mana shu joyida akkauntim tepida PUBG'nikilar biladi qayerda yuz turishini ko'rsatishini, o'sha yerda 120 yuz turgandi va ERPdan ham yana UC beradi. 240 UC beradi. Menda jami 360 UC bo'ladi va keyingi ERPni urishga yetadi. ERP solishga yetadi. Hozirda ERP 100 gacha solinib turibdi va mening ERPim 59. Qaranglar. Bilishlar mumkin, ko'pincha men erangellik bosganda ko'p 70% ERPda birinchi o'rinda turaman, lekin o'ynashim bo'yicha juda ham zo'r emas. Qarang. Do'stlar, men hozir sizlar bilan 20 FPS da o'ynayapman. Qarang, sizlar preselga e'tibor bergan bo'lsanglar, UC'ni o'qilama degansiz, lekin UC qilishga qancha pul ketasiz? Men ham PUBG'ga qaytmoqchiman. Qancha men shu video ostida qancha like bo'lsa, 50 ming obunachi bo'lsa PUBG'ga qaytaman. Chunki o'zimning PUBG'ga qaytish xohishim yo'q. Kompyuterda yozinglar. Men PUBG'ga qaytayman. Agar PUBG'ga qaytmayman, 50 ming like-dan keyin qaytaman. 1000 ta obunachidan keyin men shu kanalda masalan shu videoni ostida 50 ming ta like bo'lib, YouTube kanali 1000 ta obunachiga erishmasa qaytmayman. Agar 1000 ta obunachiga erishib, 50 ming ta obunachiga men shu video erishmasa qaytmayman. Men shu 50 ming ta obunachiga erishib, YouTube kanali 1000 ta obunachiga erishsa men qaytishim mumkin PUBG'ga. Va men shu akamizdan UC sotib olaman. UC o'rtacha qancha narx hozir sizda? hozircha
Menda yuzi narxlari 60 yuzi 12 ming so'm. Aha. Siz qayerdan sotasiz yuzlarni? Telegram, Instagram degandek. Menda Telegramda Silinteliklar olami degan kanal bor hozircha. O'shanda nomini o'zgartirib Sotasiz. sotaman. Qarang. Bolalar, bu mavzu tugadi, endi boshqa mavzuga o'tamiz. Ya'ni qo'rqinchli mavzu. Kecha qanaqadir YouTube'da video ko'rib qoldim va Instagram bo'yicha qo'rqinchli ikkita akkaunt ko'rsatdi. Ikkita akkauntga ham kirib ko'rdim. Videolarni ko'rmang, iltimos, rasmlarni ko'rib ham psixologga bora olmay, psixologingiz buzilib ketadi dedi o'sha videodagi inson. Lekin men uning gaplariga ishonmasdan qo'rqinchli emasdir deb birinchi akkauntga kirishim bilan, rasmlarni ko'rishim bilan psixologiyam buzilib ketdi. Psixolog bo'lishim esa qoldi do'stlar. Sizga maslahat bermayman, qanaqadir boshim g'alati bo'lib ketdi. G'iz bo'lib boshim qanaqadir o'zim qilayotgan ishlarni bilmayapman. Ikkinchi akkauntga ham kirib ko'rganda unda juda ham anavi bo'lib ketdi, lekin do'stlar psixologiyam buzilib ketdi. Sizga maslahat bermayman, hozir uyam ko'rmayapman. Sizga ko'rish maslahat bermayman, yana menda psixolog qo'ymanglar, yana men sal qoldi o'zim o'lishim kerak. Endi nega psixolog o'zimga sal qoldi. Voy bular. Do'stlar ko'rishlar mumkin. Juda ham zo'r o'ynamayman. Hozircha bu juda ham zo'r o'ynamayapman. Buni sababi yaqinda boshladim. Videoni tugatib 15 daqiqadan o'tib ketgandik baribir. Agar 15 daqiqadan ko'payib ketgan bo'lsa, shu joyda qirqamiz videoni. Qisqarsa bo'lmaydi, lekin bir kunda bitta video anavi qilish kerak. Ikkita video chiqarish uncha mumkin emas, chunki chiqarsa bo'ladi, lekin YouTube'ga chiqargan bitta videoni 12 soat bo'lmagan video indira olmasa 24 soat ichida rekomendatsiyaga chiqaradi. Ya'ni videolaringizni odamlarga tavsiya qilib chiqaradi. Agar siz birdan ikkita video chiqarsangiz, sizni ikkita videongizga chiqarishga rekomendatsiyaga ilojini qila olmasligi mumkin. Bitta yangilar bo'ldi. Bunda xohlancha uzun video qo'yish kerakmi, qo'ymaslik kerakmi bilmayman. Men videolarni oldinlari 15 daqiqadan xohlancha o'tkazib 1 soatgacha qilsa bo'lardi videolarni. Lekin hozir esa 15 daqiqada o'tolmaydi. Telefondan kiritish kerak. Nima haqida mavzu haqida gapiramiz sizlarga? Nima qilyapti? To'xtang, menda bitta g'oya paydo bo'ldi. Keyingi video eski trendlar haqida bo'lsin. Eski trendlar esingizdarmi? Qanaqadir bitta aka chiqib, kolbasacha yeb, o'shalarni yeb chiqarardi-yu. Esingizdarmi 2 yil oldin? 23-yilda o'sha trend bor edi. Eski trendlar haqida video olamizmi? Mana shu videodan keyin. Mayli. Do'stlar, mana yutqazdik. Ba'zi normal o'yindigan akalar aytishi mumkin, botikasan deb. Do'stlar, men shunchaki do'stlar, sizlar bilan Jones Play kechirasizlar. Video 15 daqiqadan o'tib ketibdi. Men shuning uchun video shu yerda to'xtab qoldi. PUBG'da olgan videomiz. Mana mening Instagram akkauntim. Sizlar bilan hozir Jeribekning Instagram akkauntini obzor qilamiz. Mana hozir shu yerda chiqadi. Mana Jeribek 166 ta obunachilari. Mana Jeribekning Instagram kanali. Iltimos shu yerga mana shu tugmani bitta bosasizlar obuna bo'lib qo'yadi. Men obuna bo'lib qo'yganman. Mana mening akkauntim. Agar unga ko'p bo'lmagan, ko'rishlar mumkin, zakrit bo'lib yotibdi. Hammaga xayr, sizlar bilan Jones Play edi. Va Jeribek. Xayr.